Bel grijasi qanday aniqlanadi va nima qilish kerak? Ko'pchilik insonlarda bel sohasida og'riq kuzatilganda bu narsaga erkin yondashadi, ya'ni yengil shamollash yoki og'ir yuk ko'targandan so'ng og'riq paydo bo'lyapti-da degan xayol keladi. Lekin aslida bel dumg'azalararo umurtqa pog'onasida grija rivojlanayotgan belgisi ham xuddi shunday kechadi. Bugungi videoda men sizga bel sohasidagi grijani sabablari va qanday aniqlash kerakligi to'g'risida ma'lumotlar berib boraman. Agar videoni oxirigacha kuzatib borsangiz, grija bor yoki yo'qligini uy sharoitida qanday aniqlash kerakligi to'g'risida o'rgatib qo'yaman. O'z tajribamdan kelib chiqqan holatda har 3 ta bemordan bir bemor menga bel sohasidagi og'riqlar bilan murojaat qilib kelishadi. Lekin ulardan so'raganimda, ularda og'riqlar anchadan beri kuzatilayotganligi va og'riqlarga bee'tibor bo'lib, uzoq yillar davomida o'zlari bilgan maz yoki bo'lmasam tanishlari tavsiya etilgan tabletkalar ichib bee'tibor yurganliklarini aytishadi. Lekin aslida bu narsa xato hisoblanadi, chunki mazlarni surtish yoki og'riq qoldiruvchi tabletkalarni iste'mol qilish bu kasallikni simptomlarini yashiradi, lekin kelib chiqish asl sababini yo'qotmaydi. Sekin astalik bilan u bemorlarda oyoq sohasidagi og'riqlarning kuchayishi va hatto yurolmay qolish holatlariga ham kelib qolganlarini kuzatganman. Xuddi shunday bemorlarimiz grijani eng oxirgi bosqichlarida yoki bo'lmasam grijadan keyingi asoratlar bilan bizga murojaat qilib kelishganligi sababli ularga operatsiya o'tkazishga majbur bo'lamiz. Lekin sizda og'riqlaringiz kuzatilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam belda grija simptomlarini aniqlangan bo'lsa, darhol mutaxassis shifokorga murojaat qiling. Chunki bu bilan sizda bo'lishi mumkin bo'lgan og'ir asoratlar yoki grijani operatsiyasiz davolash imkoniyati bo'ladi. Dori-darmonlar yoki fizioterapiyalar yordamida. Hozir men sizga grija o'zi nima va uni kelib chiqish sabablari to'g'risida oddiy tilda tushuntirib beraman. Grija kelib chiqishining asosiy sabablaridan biri bu uzoq muddat davomida o'tirib ishlash yoki bo'lmasam kam harakatlik natijasida kelib chiqadi. Bunda qanday holat kuzatiladi? Umurtqa pog'onasi ko'p o'tirilganligi natijasida pog'onadagi bosim yuqorilashadi va diskni sekin-astalik bilan yorib boradi. Shuni hisobiga grija paydo bo'ladi. Kam harakatlik esa ortiqcha vazn oshishiga va bel sohasidagi mushaklar atrofiyasiga olib keladi va sekin-astalik bilan umurtqa pog'onasi o'zini tutib qolish, ya'ni tutish vazifasini kamayishi natijasida grija sekin-astalik bilan rivojlanib boradi. Bel grijasining kelib chiqishining ikkinchi sababi bu og'ir yuk ko'tarib ishlaydigan yoki bo'lmasam og'ir yukni noto'g'ri ko'taradigan insonlarda paydo bo'ladi. Bunda qanaqa mexanizm? Bunda ham xuddi shunday mexanizm umurtqalararo diskni orasida juda katta miqdorda bosim oshadi va grija paydo bo'lish ehtimolligi ko'payib boradi. Umurtqalararo disk jurasining kelib chiqishining asosiy sabablaridan biri bu umurtqa pog'onasi atrofidagi mushaklarning zaifligi yoki bo'lmasam ortiqcha vazn hisoblanadi. Ortiqcha vazn ko'payganligi sababli yog' to'qimasining mushak to'qimasiga kirib ketadi va mushaklar o'z vazifasini bajara olmay qoladi va bemorlar, ya'ni insonlar o'z tanasini ham ko'tara olmaydi va sekin astalik bilan ularda grija paydo bo'ladi. Yana bir sabablardan biri bu inson organizmida vitamin D, kalsiy va magniy tuzlarining kamayishi natijasida paydo bo'lishi mumkin. Bo'yin grijasi kelib chiqishining asosiy sabablaridan yana biri bu hozirgi kunda ko'p tarqalgan insonlarda ko'p kechasi uxlagan vaqtda, uxlashdan oldin yoki bo'lmasam o'tirgan holatda bo'ynini egib telefon o'ynash yoki bo'lmasam uzoq muddat davomida kompyuter oldida o'tirib klaviaturada yozish natijasida ham bo'yin sohasida grijalar kelib chiqadi. Sababi inson organizmida bosh suyagi 8 kilogramni tashkil etadigan bo'lsa, bu bo'yinni noto'g'ri holatda egib ushlash esa bu narsani 8 kilogramni 25 kilogramga oshirib yuboradi va sekin astalik bilan bo'yin sohasida grija kelib chiqishini sababi hisoblanadi. Bel grijasi bu oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, umurtqalar aro, ya'ni har bitta bel umurtqa pog'onasi, ko'krak umurtqa pog'onasi yoki bo'lmasam bo'yin umurtqa pog'onalari orasida maxsus pulpoz yadro, ya'ni sharga o'xshagan, sharga suvga to'ldirilganga o'xshagan maxsus pulpoz yadro bo'ladi. Bu narsa normada grija o'zi hech qaysi bir insonda bo'lmaydi. O'sha yadro har bitta insonda kuzatiladi.
Lekin bemorlar uzoq tikka turib ishlaganda yoki statik holatda ko'p o'tirib ishlagan holatlarda sekin astalik bilan o'sha sharda bosim oshadi. Ya'ni umurtqalararo tanalarda har bitta umurtqa pog'ona, tasavvur qiling, umurtqa pog'onalari orasida maxsus pulpoz yadro bor. Sekin astalik bilan umurtqa pog'onalar orasidagi bosim ortganligi sababli sharni qisadi va sekin astalik bilan o'sha sharni o'rab turgan kalsiy yorilib umurtqa pog'onasi kanaliga chiqadi. Bu narsa umurtqa pog'onasi disk churrasi, ya'ni grijasi deb ataladi. Buni biz qachon grija deyiladi, qachon protruziya deyiladi degan savollar bor. Bu yerda umurtqa pog'onasiga chiqib kelgan pulpoz yadroni, ya'ni grijani razmeriga qarab yoki grija yoki protruziya deyiladi. Grija 6 santimetrdan baland bo'lgan, ya'ni kattaligi jihatdan 6 santimetrdan baland bo'lgan, ko'p bo'lgan grijani grija deyiladi. 6 santimetrdan kichkina bo'lsa protruziya deyiladi. Grijani belgilari juda ham oddiy. Har bitta bemor o'zida juda ham aniqlab qo'yish oson. Bunda qanaqa holat kuzatiladi? Ya'ni bel sohasida grija bo'lsa, albatta bel sohasida og'riq va oyoqlarga uzatiladigan og'riq va sekin astalik bilan rivojlanib kelgan og'riq. Bel grijasining belgilari juda ham oddiy va hamma aniqlashi mumkin bo'lgan belgisi bor. Bu narsa bel sohasidagi og'riq oyoqni orqa tomonidan dumba sohasiga va son va boldir, tizza orqasiga va oyoq uchigacha uzatiladigan og'riqlar va o'sha og'riqlar oyoq sohasidagi uyushishlar bilan kechayotgan bo'lsa, bu grijani belgisi hisoblanadi. Albatta, umurtqa pog'onasining qaysi qismidan grija chiqishiga qarab belgilar har xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bo'yin sohasida kuzatiladigan grijalar bo'yinda og'riq, qo'l sohasiga uzatiladigan og'riqlar va qo'lda uyushishlar bilan kechsa, ba'zi holatlarda bo'yindagi grijalarning og'ir darajalarida yuzni yarim qismiga yoki bo'lmasam tanani yarmi qismigacha og'riqlar kuzatiladi. Ba'zi bemorlar jag'ini ochib yopishlarga ham qiyinchiliklar kuzatilib qoladi. Agar bemorlarda ko'krak qismida og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, ikkita lapatka, ya'ni kurrak suyaklarining o'rtasida achishib og'riqlar kuzatiladi. Bu grijani belgisi hisoblanadi. Agar bel sohasida bo'ladigan bo'lsa, oyoqqa uzatiladigan og'riqlar belni dumbani orqa qismi bilan uzatiladigan, ya'ni oyoq uchigacha uzatiladigan og'riqlar bilan kuzatiladi. Ba'zi holatlarda bel sohasidagi og'ir grijalarni belgilaridan yana biri ba'zi bir insonlar asoratlarga kiradi bu narsa. Siyishga qiynalib qoladi, impotensiya chaqiradi, ichaklarda peristaltikani kamayganligi hisobiga qabziyatlar kuzatiladi. Ushbu holatlar bel grijasini belgilari hisoblanadi. Bel grijasini aniqlashning uy sharoitida oddiy usuli bor. Bu bizda meditsina tilida lassega simptomi deyiladi. Bu holatda siz karavatga yoki bo'lmasam polga yotgan holatda, chalqancha tepaga qarab yotgan holatda tizzalaringizni bukmasdan oyog'ingizni ko'tarsangiz, agar o'sha holatda ko'tarilganda og'riqlar oyog'ingiz orqasidan belgacha uzatiladigan bo'lsa yoki bo'lmasam oyog'ingizni 90 gradusga ko'tara olmasangiz, bu bel grijasini aniqlashning oddiy test usuli hisoblanadi. Normada insonlarda o'sha holat kuzatilganda hech qanday og'riq va qiyinchiliklarsiz bajariladi. Lekin bel grijasi bor insonlarda esa bu og'riq bilan va ba'zi bir insonlar oyog'ini 45 gradusga ham ko'tarisha olmaydi. Bel sohasida og'riq kuchli va oyoqda orqa tomonda tortishlar kuchayib ketadi. Belingizda og'riqlar paydo bo'ldi. Sizda bel grijasini aniq tashxis qo'yish uchun oddiy tekshiruv usullari bor. Albatta, birinchi o'rinda vertebrolog, nevropatolog yoki travmatolog, ortoped mutaxassisga murojaat qiling. U mutaxassislar sizni holatingizdan kelib chiqib, oddiygina magnit rezonansli tomografiya, ya'ni og'rig'ingiz qayerda joylashishiga qarab, o'sha magnit rezonans tomografiya tekshiruvini o'tkazishadi va bu tekshiruv sizga 95% holatda grija bor yoki yo'qligini ko'rsatib beradigan tekshiruv hisoblanadi. Aytaylik, sizda grija aniqlandi. Belingizda yoki bo'yningizda grija aniqlandi. Birinchi o'rinda siz mutaxassis shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Mutaxassis shifokor sizni grijangizda qaysi joydan chiqqaniga qarab, ya'ni grijalar ham bo'linadi, juda ham ko'p turlari bor. Buni sanab o'tadigan bo'lsak, bel sohasidan chiqqan grijani o'zini ham qaysi sohadan chiqishiga qarab, ya'ni markaziy, foraminal, xuddi shunga o'xshash grijalarga bo'linadi. Grijangizni kelib chiqish joyiga va og'irlik holatiga
qarab sizni yoki konservativ yoki operativ davo yo'llariga taklif qilinadi. Agarda sizda bel grijasini yengil darajasi yoki bo'lmasam yoshingiz yosh bo'ladigan bo'lsa yoki erta aniqlangan grija bo'ladigan bo'lsa, buni eng asosiy yechimi maxsus bel uchun qilinadigan mashqlar, ya'ni lechebniy fizkulturniy kultura deydi. O'sha bel uchun qilinadigan maxsus mashqlarni bajarishni o'zi sizdagi grijani juda ham, aytaylik sizda grija aniqlandi, endi siz nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak va grijangizning og'irlik darajasiga qarab yoki bo'lmasam konservativ yoki bo'lmasa operativ yo'l bilan davolanadi. Konservativ davolanish usullari, bularga nimalar kiradi? Dori-darmonlar, ukollar, har xil qon aylanishini yaxshilovchi, shishni qaytaruvchi dorilar hisoblanadi va yana bir turi bu fizioterapiyalar. Ya'ni fizioterapiya, elektroforez, magnit, ultrazvuk, shunga o'xshash narsalar. Eng bel sohasida yordam beradigan konservativ davo usullaridan biri bu bel uchun qilinadigan maxsus mashqlar hisoblanadi. Agar mashqlarni bajarib, bel sohasidagi mushaklarni mustahkamlaydigan bo'lsangiz, grijadan asar ham qolmaydi. Bu narsa noto'g'ri hisoblanadi. Xalqda juda ham ko'p, ba'zi bir holatlarda xalqda ko'p tarqalgan issiq qo'yish yoki bo'lmasam mana bu emas, menga yordam berdi, sen ham sutib ko'rgin degan ba'zi bir tavsiya beruvchilar juda ham ko'p, lekin bu narsani biz mutaxassis shifokorlar tavsiya eta olmaymiz, chunki buni noto'g'ri deb hisoblaymiz. Nimaga? Chunki grija rivojlanayotgan vaqtda agar siz issiq qo'yish yoki bo'lmasam mazlar bilan o'zboshimchalik bilan davolaydigan bo'lsangiz, simptomlarni yashiradi yoki bo'lmasam issiq qo'yish kimgadir yordam bergan bo'lsa, sizga yordam bermasligi mumkin. Issiq qo'yish naborot sizda grijani og'ir oqibatlariga ham olib kelishi mumkin hisoblanadi. Shuning uchun mutaxassis shifokorga murojaat qilish kerak va birinchi o'rinda to'g'ri tashxis qo'yilishi kerak va davolanish kerak bo'ladi. 10 yillik tajribamdan kelib chiqqan holatda ko'p bemorlarimizga grija aniqlangan va ularni ham konservativ ham operativ davo yo'llari bilan davolaganmiz. Ha, albatta bo'lgan. Bizda bizni o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holatda yosh bemorlarda bel grijasini davolab yuborishning eng foydali yo'li bu bel uchun qilinadigan mashqlar hisoblanadi. Ushbu mashqlar to'lig'icha grijani orqaga so'rilishiga ham daji va grijadan hech qanday belgilar, asoratlar qolmasligiga ham olib kelishi mumkin. Agarda siz invalid bo'lib qolishni xohlamasangiz yoki bo'lmasam hozir siz 30 yoshdasiz yoki siz ayni ishlaydigan vaqtdasiz. Chunki grija ayni ishlaydigan insonlarda paydo bo'ladi va siz oila boquvchisiz. Sizda xuddi shunaqa holat, ya'ni invalid bo'lib qolish, oyog'ingiz ishlamay qolishi yoki bo'lmasam impotensiya, ya'ni jinsiy zaiflik rivojlanib qolmasligi yoki bo'lmasam sizni yotoqqa, ya'ni invalid qilib qo'yishgacha olib kelishni xohlamasangiz, grijani oldini oling va bel sohasida sizda og'riqlar kuzatildimi, darhol mutaxassis travmatolog, ortoped, vertebrolog yoki nevropatolog mutaxassislarga murojaat qiling. Bu bilan siz yuqorida sanab o'tilgan hayotingizni 360 gradusga burib yuborishi mumkin bo'lgan kasallikni oldini olgan bo'lasiz. Agarda sizda bel sohangizdagi og'riqlar oyog'ingizga uzatilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam bo'yningizdagi og'riqlar qo'lingiz uyushishi bilan kechayotgan bo'lsa yoki sizda artroz, artrit, bo'g'im yemirilishi, tizza bo'g'imlarida shishlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga sifatli va ishonchli yordam ko'rsatamiz. Agarda sizda bel sohasidagi og'riqlar, bo'yin sohasidagi og'riqlar va uzoq masofaga yurganingizda o'tirib qolishga majbur bo'layotgan bo'lsangiz, bizni konsultatsiyamizga yoziling va sizga to'g'ri tashxis qo'yamiz va to'g'ri davo taktikasini ishlab chiqamiz.